alaykum aziz yurtdoshlar. Men judayam hayratdaman. Men 15 kun Toshkentdan kelganman Andijon shahriga. Andijon viloyati Xonobod shahriga. Bu yerda shunaqangi bir ajoyib klinika bor ekan. Men 15 kun reanimatsiyada yotib chiqqan odamman. Onkologiyalarda yotdim. Meni ko'rgan kunim hech kim ko'rmasin, hech kim kasal bo'lmasin. Men xastada yurgan odam edim. Men kecha soat 5:30da, kechqurun 5:30da, 5:10dami, xullas kalom 5:30da meni palataga yotqizishdi. Men palatada edim. Menga choylar berishdi. Nima deydi? Yana ishlarni doktor men bilan ishlarni olib bordilar. To'klar qo'yildi. Allohga beadad shukr. Men uyimda, o'zimni uyimda, kechirasizlar, men hojatga ham bora olmayotgan inson edim. Men shunaqa yig'lar edim. Neujeli meni dardimga hech kim shifo topolmaydi deb. Meni bu yerga jo'natgan opamlarning umrlari uzoq, tan jonlari sog' bo'lsin. Bu insonni Shohiditepani ham Alloh menga bir uchratdi, Alloh jo'natdi. Allohga beadad shukr. Men Xudoga shukr. Men yuribman. Meni yolg'izgina farzandim bor. O'ylamagandim men. Bir kunda ichida shunchalik bo'laman deb. Bugun men даже kunni ham chisloni ham rostini aytsam bilmayman. Bugun 24mikin. Meni bir kunda ichida ertalab meni zavtrakdan keyin tashqariga chiqazdilar. Undan keyin ekskursiyaga olib boraman dedilar. Men mana ko'rib turganingizdek, men hassasiz bemalol nafas olib, Allohga beadad shukr. Men o'zim yuribman. Hech kim kasal bo'lmasin, lekin haqiqatdan yaxshi insonlar bor ekan. Allohga beadad shukr. Allohim dardlarimga shifo bersin. Xudo xolisa insonlar kim menga o'xshab qiynalganlar bo'lsa, nima deydi, shifo topa olmayotgan bo'lsa, Shohidapan oldiga kelinglar. Baraka topkurlar, azob chekmanglar. Meni tortgan azobimni hech bir inson zotiga, ni dushman, ni hech kimga ravo ko'rmayman. Allohga beadad shukr. Havolari toza. Men bemalol nafas olaman. O'sha bolnitsadan, reanimatsiyadan chiqqanimdan keyin ham juda ham nafas olishim ham qiyin edi. Men yura olmasdim. Bilasizlarmi, hozir qancha yo'l yurdim. Men peshkom o'zim, men bemalol yuribman. Даже meni urishdilar, qo'limda hasam ham olib qo'ydilar. Men qo'rquvdim, lekin Allohga beadad shukr.